Deksimizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlari Ag'ar yadro qurollarini Koreya yarim orlig'iga yo'tkab keldi. Chausheng rastilli hujum qilamdi. Mavzuli xabar 2-ayning 17-kuni Dovyet orbiti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Koreya Markaziy gazetining 17-kunidagi xabariga asoslanganda Amerika Koreya harbiy tarafning oshkorlashiga asoslanib, Koreya yarim orolining vaziyatiga taqobil turish uchun Koreya yarim orol turishliq Amerika Koreya armiyasi harbiy ishlar o'rinlashtirish holatiga kirdi. Kurashchan armiya bir ay yetkudak o'q dori elib jo'g'lab tuyuqsiz yuz beradigan voqealarga taqobil turmoqchi bo'ldi. 1-ayning 6-kuni Chausheng yadro qurollarini sinov qilgandan keyin Amerika arqa-arqadan Koreya yarim oroligi strategik qurollarni yo'tkab Chaushengga harbiy besimni ig'irlashtirdi. 1-ayning 10-kuni Chausheng yadrosini o'tkazib, 4 kundan keyin Amerika Koreya yarim oroliga B-52 belgilik bombardimanchi aeroplan avatdi. 2-ayning 3-kuni Amerika armiyasi 1 parashyutchilar alayda atirdi ve quruqliq armiya 75-otliq askarlar polki. Bu hozirgi zamonda harbiy polki berilgan belgi ekan, rasmiy otliq askar emas, uning berilgan belgi armiyaga polki berilgan armiya shaklida. Otliq askarlar polki Koreyaga yetib keldi. Oshkor materiallarga asoslanganda 1-havo armiya parashyutchilar atirdi. 75-tiplik askarlar polki Amerikada alayda tanlangan qismlar deb ataladi. Bu qism qo'lliq dushmanni yoshurun o'ltirishga mas'ul bo'lib, yadro qurollarini cho'p tashlash, kimiyalik qurollar va ko'ydiruvchi qurollarni buzib tashlash alaydaligiga ega bo'lib, dushman rayoniga maxfiy singib kirib urush qiladi. Dushman rayoniga maxfiy singib kirib urush qiladi. 1-ayning 15-kuni Amerika yadro ushlanmag'adigan Shimoliy Karolina belgilik suv osti parxodni Koreya sharqi dengiziga avatdi. 1-ayning 13-15 Amerika armiyasi Koreya armiyasi birlashma manevr o'tkazdi. Buningdan burun Amerika yana Texas shtatidagi vatanparvar raketa qismlarini Washington tegidagi Amerika harbiy bazasiga yo'tkab keldi. 1-ayning 16-kuni Koreya tarafining oshkorlashiga asoslanganda Amerika armiyasi Koreya yarim oroliga 17-kuni 4 dona F-22 belgilik yirtqich belgilik aeroplanni avatmoqchi. Yaponiyaning aqim mas'ullari agentligi bu ishlar Chausheng qo'yib bergan yiroq masofalik raketaga namoyish xarakterlik javob qaytarishdir deb ko'rsatdi. Chaushengning radarlari bayqay olmaydigan yirtqich belgilik aeroplanning Koreya yarim oroliga uchib kelishi Chaushengga berilgan ogohlantirishdir. F-22 belgilik aeroplan Amerikada hozir vazifa o'tayotgan eng ilg'or kurashchi aeroplan bo'lib, Yaponiyaning Chongsongdagi harbiy bazasidan uchib 2 soatda Koreya yarim oroliga yetib keladi. Buningdan boshqa Amerikaning dengiz sahilida qo'rg'oqda jang qilguvchi ko'langulik qirg'oqqa chiqish parxodiga o'ltirib Koreyaga yetib keldi. Koreya harbiy tarafning ko'rsatishga asoslanganda kelar oyda o'tkazilgan harbiy manevrga qatnashish uchun 4500 nafar qirg'oq chiqib jang qilguvchi askariy qism 2-ayning 13-kuni Amerikadan Koreyaga yo'lga chiqdi. Sharqi dengizning muhim nuqtalarida qirg'oqda jang qilib, qirg'oq chiqib qisqa vaqt ichida ilgirlash manevri elib bordi. Manevri qatnashadigan Amerika dengiz armiya askarlari Iroqda safar qilguvchi beqism radarga tushmaydigan qirg'oq chiqa oladigan parxodga o'ltirib Koreyaga yetib keldi. Xabarlarga asoslanganda
öz tuprogidagi qirg'oq chiqib jang qilg'uch qismlarni Amerika tunji qitim Koreyaga evatgan hisoblanadi ekan. 3-oyda Amerika armiyasi yana Stans belgilik yadro ot kuchlanmag'digan avtomatkani Koreyaga evatib, halqılık payti hal qilg'uch urush belgilik Koreya Amerika harbiy manevriga qatnashtirildi. Çavşen yadro quralları sınıf ötküzüp, 10 günden keyin Amerika 1-ayning 16-kuni Sentas belgilik avtomatkaning Sharqi dengizga yurish qilishiga buyruq tushirgan. Amerika armiya Stans belgilik avtomatik gruppasini Sharqi Osiyo rayoniga o'rinlashtirmoqchi. Yaponiyaning Xinshi Amerika harbiy bazasi turishdoq Ronald Reagan belgilik kurashchan avtomatik gruppasi bilan birlashtirib, avtomat bilan zarb berish kuchini tayyorlaydi ekan. Xabarlarga asoslanganda Koreya va Amerika birlashma harbiy manevriga qatnashadigan Amerikaning askariy qismlari va harbiy kuchi tarixdan beriki eng zo'r ko'lamda bo'ladi ekan. Koreya Davlat Mudofaa ministrligining tanishtirishicha, o'tgan yilga solishtirganda bu yil Amerikaning harbiy manevriga qatnashgan askariy qismlarining soni 5750 nafar ko'p bo'ladi ekan. Buningdan boshqa bir avtomatga yangidan qo'shiladi ekan. Ustida 45 tane kurashchi aeroplan bo'ladi ekan. Rossiya haqiqat gazeti obzor e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Yadro o't kuchi bilan mangadigan avtomatga strategik bombardimonchi aeroplan va yadro suvosti parxoti Amerika Azar Çavşen chegaralariga 3 yurishlik yadro qurollari o'rinlashtirdi. Çavşenning harbiy tahdidini Aqsarayda ansizlik qo'zg'adi. Amerika o'zining harbiy kuchini tantana qilish kerak bo'ldi yoki isyon qilish kerak bo'ldi deb ko'rsatdi Rossiyaning haqiqat gazeti. Uningdan boshqa Amerika Koreya sadi raketa sistemini o'rinlashtirishni o'ylashyapti. Bularning hammasi shuni isbotlab ko'rsatdiki, Amerika yangi Çavşen urushiga tayyorlik qilyapti. Bu Amerika aslida Çavşenga urush ochamdi yoki popozni ishlatib Çavşenni qayil qilamdi yoki bo'y agdiramdi. Rossiya bilan Jungo Çavşenni texmi qattiq jazolashga qo'shilamdi. Meseleler hazır, dal mana shu nuqtaga yetib keldi.